Uxodoviy kosmetikangiz ichida eng qimmati qaysi produkt bo'lishi kerak? Mana shu joyda hamma ayollar deyishadi. Aslida ayollarimiz o'ylashadiki, eng qimmat produkt bu krem yoki sivritka bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin aslida unaqa emas. Qolgan mahsulotdan pulingizni qizg'ansangiz ham aynan shu mahsulotdan pul qizg'anmang. Chunki bu yaxshi ishlamasa, qolgan hammasi ishlamaydi degani. Va bu produkt yuz yuvadigan penka. Odatda biz hamma narsaga pul sarflaymiz, lekin penkaga kelganda nimagadir eng arzonini xarid qilamiz. Oldimizga juda ham ko'p ayollar kelishadi va Uxodoviy kosmetikalarni razbor qilayotganimizda, ishoning, eng arzoni penka bo'ladi. Yaxshi sivritka olishadi, yaxshi krem olishadi, lekin penkadan pul qizg'anishadi. Xuddiki hamma penka bir xil ish qiladi. Ya'ni yuz tozalaydi, bo'ldi. 90 minglik ham shu ish qiladi va qimmati ham shu ish qiladi. Aslida unaqa emas. Yuz tozalash juda muhim etap hisoblanadi. Agar siz poralaringiz to'liq tozalanmagan bo'lsa, bundan keyingi produktlaringiz xoh u $100 bo'lsin, xoh $150 produkt bo'lsin, lekin porangiz toza bo'lmasa, u keyingi qavatga epidermisga tusha olmaydi. Bu degani undan natija ko'ra olmaysiz degani. Aynan shunaqa ideal darajada tozalab, yuzingizni namlab, keyingi uxotga tayyorlab beradigan penka bu men uchun Generax penkasi. Tarkibida PDRN va yuzni mikrobiomini tiklab beradigan, immunitetni oshiradigan penka. Buyurtma berish uchun hoziroq plus belgisini qoldiring, siz bilan aloqaga chiqamiz.